Siz? Mana yo qabulxonada o'tiraman. Shunda ikkinchi etajga chiqqaningizda. Mani familiyam nima edi, o'qib yuboring. Kuchqarov Yakub Niyozbayevich. Men Yakub Niyozbayevich mana. Shunda hozir nimaga telefon qilyapsiz menga? Kredit olganmisiz? Mikrokredit bankdan deb mana hozir YTTmisiz? Yakka tartibdagi tadbirkor. Shunda men xotinim meni boshimga urgan ekanda, anaqa bilan. Nima so'z paxta bilanmi? Shunaqa deyishyapti ko'rgan kelganlar. Shunda nima qilish kerak ekan? Menga uydagilarning telefon nomerini bering, agar iloji bo'lsa men uydagilaringiz bilan gaplashay. Uydagilarim telefoni. Men hozir eslolmayman-da hech narsani. Keyin bansadan chiqqanimizdan keyin gaplashardik-da. Mayli, xo'p. Sen telefon qil, qancha telefon qiling? 1-2 haftada qilsam bo'ladimi? Siz o'zingiz menga hozir nimaga telefon qiluvdingiz? Kredit olgansiz, mikrokredit bankdan kredit olgansiz. Hozir doktorlarga telefoningizni berib tura olasizmi? Ichidan qarab berishadi, onangizlarni, adingizlarni, akangiz, opangiz bo'lishi mumkin. Telefonda rabdaninglar bo'ladi-ku, telefon nomerlar. Men ular bilan gaplasha qolay, qarab bersin menga iloji bo'lsa agar. Menga kredit bo'yicha telefon qilyapsiz-a? Shunday. Xo'sh. Doktor kelsa hozir. Doktorga berishim kerakmi telefonni? Ha. Oldingizda doktor bormi? Hozir keladi-da, anaqa qilgani ko'p. Bo'ldi, mana shu oxirgi telefon qilgan nomerga qilsinlar, yo'qmasam aytsangiz qivaradilar, xo'p? Meni esimdan chiqib qoladi-da, menga hozir men familiyamni aytib yuboringsiz. Bo'ldi, yo'qmasa hozir pasport qilib yuboraman, xo'p? 5 soatlardan keyin. Nima bo'yicha?